Boshlandi. Salom do'stlar, yana biz Stickler Lekay o'yiniga qaytdik. Bugun biz sizlar tanigan biz Lost Gaming. Bugun biz endi xaritani bosib o'tishimiz kerakligini o'zingiz avvalgi qismda bildingiz. Endi biz qilichchi shartiga kelibmiz. Sword duras qilichchi bo'ladi. Shundan kuchaytirib olishimiz kerak. Ha, to'g'ri. Do'stlar, biz bittalab chiqarmaymiz. Biz bitta ikkitalab chiqaramiz videolarda. Yo'q, bitta ikkita bosqichda o'tamiz. Chunki agar bittalab o'tsak, videomiz yomon qisqa bo'lib ketadi. Shuning uchun biz shartlarni ikkitadan hozirda chiqaryapmiz bitta videoga va o'yinni ham boshladik. Qilchilar hop. Do'stlar, qaysimiz bunday zo'r desangiz, biz uni nimada 3000 ta olmazga oldik ba'zan. Ha. Bizga pastda oltin nayzachi qo'yib beradi degan edi. Lekin u aytishibdiki, firibgarlar loh qildi. Lohmas bizni aldashdi. Keyinroq bilishimizcha, nimada kamonchi oltin nayzachini ikkita qo'yib berar ekan. Qo'yganimizda bitta plus. Lekin bizda yo'q edi. Barcha olmos shunga ishlatgan edik. Shunga bari loh qilganini biz tushunib yetdik. Oltin qani? Nima qilibsizlar? Bitilishga kiraylik. Buni chiqmaydi aytganchilik hayda, sagada chiqadi. Ha, esa to'qmoq qo'yib olamiz. Shu shartdan keyin u qilchiga aylanish kerak. Biz ularning nima texnikasidan foydalanib qilchiga o'zgartiramiz. Nimaga haykalingiz buncha zo'r, kishilaringiz arzon desangiz, bu nimaydi? Ha. Biz sizlar uchun oddiygina shutib beribmiz qiziq bo'lishi uchun. Ha. Hujum qilamizmi, Husan? Yo'q. Endi hujum qilamiz. Do'stlar, bu kamonchini texnikasini avvalgi videoda ko'rgan bo'lsangiz, yulduzchaga olmagan bo'lsa kerak. Buni tekshiryapmiz, shuning uchun boshqarishni o'rgatib ketamiz. Haykalni sindiringlar. Biz kino o'yinlarini navbat bilan o'ynaymiz, ikkita bo'lib. Ha, to'g'ri. Men orqaga qayt. Ha. Nima, duxing yo'qmi? Xo'p, mayli. Orqada armiyamizni ko'rib turamiz. Ikkita kirgach qo'yib, izlashadi hammasi. Xo'p, bitta biz qazuvchi, ya'ni kirgach qo'yapmiz. Stickler Saga o'ynaymiz, lekin bu nimaydi? Keyinchalik o'ynaymiz uni. Hozirda buni shartlarni ko'rsatib olaylik. Stickler Saga chunki bu birinchisi bo'lib, Stickler Saga uchinchisi. Ikkinchisi esa kompyuter versiyaga qo'yiladi. Bizda shuning uchun kompyuter bo'lmay uchun telefonda olamiz. Bu kanalda keyin sotishimiz ham mumkin. Keyin boshqa telefonda olamiz. Sotib olamiz. Sotamiz keyin. Chunki bular qachon yengiladi? Orqada kuchug'amizmi?
Nimaga qilchini? Endi o'chib qo'ydingmi? Kerakmidi? Orqada kuchayotgan yaxshi menga. Ulargacha uxlatib turamiz. Bu menimcha uzoqqa cho'ziladi. Agar cho'zilmasa, ikkinchi shartni ham shu videoga qo'shib olib yuboramiz. Armiyamiz yig'ildi. Hujumga qilamiz endi. Hujumga. Ular armiyasi kattaroq. Ber o'zingga. Albashi keldi. Yil armiyani kim yo'q qilishini ko'ramiz. Sam minam vaka chop ketdi-ku. Balki bitta kamonchi qo'yarmiz. Menimcha bunga to'qmoqchilar zaiflik qiladi. Hasa kamonchidan qo'yaveraylik, keyin orqada to'plansa o'zi uxlatib tashlaydi kamonchilarni. Yurishkam qoldi. Himoyalarni orqaga qaytamiz va ustidan yana zarba. Chop ketdi bizda yana. Uji kamonchimiz ikkita va yetadi. Endi bu yog'iga to'qmoqchi qo'yaveramiz. Ke. Hozircha orqada kuch yig'aylik. Himoyalab turing. Qaytaverak. Kamonchilarimiz bor-ku, uxlatib tashlaydi. Haykalni sindiringlar. Qo'rqoqlar. Negadir reklamaga kirib ketdik. Hop, 2 marta qilichni kuchaytiramiz. Spertlarga qarshi biz jang qilamiz endi. Spertning ma'nosini bilmaganlarga spertning ma'nosi nayzachi degan ma'noni anglatadi. Bu ingliz tilida. Hozir haykalni ham ko'rsatamiz. Mana o'zlari ham. Lekin nayzali emas-da. Qilichiga yutqazyapti-ya. 500. Qimmat tursa kerak menimcha. Tur barabarda. Hozirdan hujum qilib yuboramizmi Hasan? Mayli. Yo'q tursin.
ancha kuchayib qo'ydik-ku, ajab qilsak yutamiz. Hujum qilsak. De. Qol. Inglizga aylanib ketasan yaqinda. Do'stlar, bo'ldi. Biz bugungi jangda ham o'tdik. Videomiz tugadi. Sandiq va xayr. Bizga nima berishini ko'rib olinglar. Aytib berdi bo'ldi.